Oturup özümüz analiz qilib baqadi. Biz nima bo'lgan haq? Bizdan umid bormi yo'q? Bizning holimiz qarindoshlarim, mundaq o'xshasak bo'ladi. Xitoy bir yirtqich hayvon. Xuddi shir, yo'lvoz, bo'ri, yirpiz shularga o'xshasak bo'ladi. Uyg'urlar hozir qo'y, qo'za, hatto cho'chqa Mustafa ketdik. Endi bunu bir misol bilan keltirsam, oldi bilan sizlarga bir video qo'yib beray. Misol keltirish uchun. Ya'ni masalan, bu video qaraylik. As soon as I start snorting, the buffalo will know something is wrong. They don't know the lion. They don't know he's there. You can't see him because he's lying flat. Are you serious? Jesus. Bunun ahirini demesem onun boğalığını peres qilib qoldinglar qarindoshlarim. Diqqat qilsam bo'lsanglar, bu videonun beshida bir top yavukala, bufalo. Her birisining badanining cho'nlig'i bu shirdan 2-3 chiqadi. Ham nihoyatda o'tkir munguzi bor. Ular etilib kelgan faqat bir shir. Hamda bu yerda faqat hamda agar mushu bufalolar, ya'ni yavukalalar bir shirni ko'rgandan keyin 20-30 kala bor bir-birsiga yo'g'on kalalar. Bir shirni ko'rgandan keyin darrov keyniga atraqishib qochmay, hammasi bir sap turib, munguzlarini tanlab to'g'an bo'lsa, bu shirga o'ylab boqinglar, ahvol qanday bo'ladi. Bu shir balkim 80 parcha o'tib ketgan bo'ladi, hammasi kelib tushsa. Amanda qilmadi. Hammasi atraqishib qochdi. Bu shirga nihoyat yaxshi fursat o'tadi, keyin qolib qolgan bir kalaga etilib, kanaydan oldi. O bichara kala bir shirga yem bo'ldi. Boshqa kalalar neri berib qarab turishdi. Yordamga kelmadi. Bu bir misol. Yana bir misolga o'tishdan burun ama bir qarindoshimiz xat yozibdi, ona javob berib o'tay. Golcu Sayram degan qarindoshimiz va kechikib anglab qoldim, qanday buningga xeli uzun bo'ldi debdi. Ben boya degandek, u haqorat qilgan ablah meniki Facebook'imda yo'q. Sho'ng uning deganligini men ko'p aytganman. Degan shu xizmatni o'ttasam, mana bir fikrimiz, inimiz telefon qilib menga demagan bo'lsa, ko'mayli o'tib ketayotgan. Asli telefon qamisimi bo'lgan? Ko'rmagan bo'lsam, texim yaxshi bo'larkan, kayfiyatim buzilmaskan. Bunun cevabı şu. Endi bu kalalar abay degan, men degandek, agar hammasi yepini birlikka keltirib, munguzini shirga tanlab to'g'an bo'lsa, balkim yem bo'lgan bichara kala saqlagan bo'ladi. Endi bu yirtqich hayvonlarningki o'rtaq bir alayligi shuki, ular hech qanday qarshiligi yo'q. Ham qarshilik qilishni o'ylamaydigan, yem bo'lishga tayyor o'tiradigan hayvonlarni ovlashga bekamroq.
Xitoyning bizdan kutadiganimi shu. Endi Xitoyning izchil deydigini yuvosh bo'l. Sen qarshilik qilma, yuvosh bo'l deydi. Bizning chet eldagi mavo taslimchi unsurlarniki davatqanimi Xitoy bir kuchtingir, bir ejderha, onun mangu kuching yetmaydi. G'it qisib singanlaringni ye deydi. Bu aynan Xitoyniki kutgan yerda chiqqanlik. Xitoyning kutgani naq shu bizda. Endi bu bichara o'txo'r hayvonlarniki hammasi mushunga o'xshash deb yo'g'on mingizib turib, yo'g'on basib turibmi, yam bo'lib ketish kerakmi? Va yoki gerçi şu kadar aciz bo'lsa-mu, shirdek jit-qush hayvonning oldida bu qarshilik qilib, jon-jahli bilan qutulib qilish ehtimolimi bormi? Agar tirnog'i bilan qarshilik ko'rsatsa, qutulib qilish ehtimolimi bo'lamdi? O, yana bir misoldan ko'rib boqaylik. Allah'ım qarindoshlar. Bu tağıl at, o'txo'r hayvon. Shir ovlashni eng yaxshi ko'radigan, eng ojiz hayvonlarning birisi. Onun faqatla o't o'taydigan tishili bor. Munguzimi yo'q hatto. Ammo yirtqich shir uningga etilib kelganda qanday qildi? Bütün jon-jahli bilan qutulishga tirishdi. Putlari bilan qo'saqlarga tepdi. Diqqat qilgan bo'lsanglar, o't yeydigan tishlari bilan shirni tishladi. G'azab bilan tishladi. Ham balkim shirning badallari og'irdi o'g'ay, sal bo'shagandan keyin keyinchilab peshvo etib, shirning ingaklariga tepdi. Ham oxir qanday bo'ldi? Jeni aman qoldi. Qutuldi. Bir yirtqush shirdan qutuldi. Bu nimani tushundirdi? Agar u shir uningga tankaga bo'lamdi, uning o'tkir tirnoqlari, yo'g'on uzun tishlari bor. Men bir o'txo'r hayvon, o'ldim deb yotgan bo'lsanda bo'ldi. Yo'q, ketibdi. Ammo unda qilmadi. Kichikkina tishlari bilan tishladi, putlari bilan tepdi. Azroq bo'shangandan keyin keyin peshvo bilan shirning ingikiga keltirib toza tepdi. Shir qattiq peshvodan o'chiqib ketdi. Uni qo'yib berishga majbur bo'ldi. Yana bir misol bor, ko'raylik qisqacha. Ceylan'ın savunma silahları Ko'rgansizlar qarindoshlarim, bir jayron yoki bug'a Ceylan debdi. Onun münguzu bor. Ammo bu yirtqush hayvonlarga selishtirganda to'liq ojiz bir hayvon. Hech ishdan boshqani bilmaydi normalda. Ammo bu yirtqush hayvonniki hujumga uchirgandan keyin qattiq tirkashmasa, qattiq elishmasa hayot qolmaydiganligini bilgachga jon-jahli bilan elishdi. O'zining patqiniga minib kanidan olgan. Shu yirtqush hayvonga o'tkir munguzlari bilan hujum qilib, oxiri onu ölüm girdabıga apadi. Balkim bu yirtqush hayvon ikkinchi qatim bunga o'xshash jayron yoki bug'aga hujum qilganda o'ylanibroq ish qilganligi kelib qoldi. Demak, qarindoshlarim,
Baya biz o'xshatgandek gapning beshida deganimizdek biz hozir bir yuvosh o'txo'r hayvonning o'rniga o'tib qoldik. Xitoy bir jift qush hayvon. Buniki endi agar biz jon jahlimiz bilan qarshilik qilmasak, shu jift qushlar hayvonlarga mö deb qo'yib biz qarshilik qilmay yem bo'lib ketgan shu bechora hayvonlarga o'xshash yem bo'lib ketishimiz turgan gap. Chunki jift qush hayvonning qo'sqi doim echib turdi. U shundoq yuvosh hayvonlarni o'g'lab turish kerak. Reallik bu.